mavzusini o'tamiz. Hop, e kub mavzusi misol uchun ikkita sonli e kub bo'lsin. Tasavvur qilamiz 8 bilan hop 24. 8 va 24 e kubni ko'pchilik o'quvchilarga o'rgatamiz. 8 ni tub ko'pga tushga ajratamiz va kalorik shaklda yozadigan bo'lsak, misol uchun e kubi olinadigan bo'lsa, 2 ning kubi 24 esa 2 ning kubi ko'paytirilgan 3. Eng katta e kubi bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi bor darajasi kichkinasi, e kubni olayotganda esa darajasi kattasi va hokazo. Shu tarzda o'rgatamiz. Biz hozir boshqacharoq usulda ishlaymiz. Bolalarga qiziqarliroq va tushunarli. Endi e kubni endi boshlayotgan o'quvchilarga qiziqarli o'rgatadigan bo'lsak, osonroq o'rganadi. Misol uchun 16 va 24 ni e kubi so'ralyapti. 16 ni 24 e kubini ayiramiz. Kattasini kichkinasini ayiramiz. Kattasini kichkinasini ayiradigan bo'lsak, necha bo'ladi? 8 son hosil bo'ladi. Agar chiqqan sonimiz ikkalasiga ham bo'linadigan bo'lsa, 16 va 24 ga bo'linadigan bo'lsa, e kubi 8 ga teng. Bo'ldi, tayyorlanib chiqadi. Hozir isbotini misol uchun mana bu yozadigan bo'lsak, 16 degan 2 ning 4-si. 24 degan 2 ning kubi ko'paytirilgan 3. Ya'ni e kub degan nima degan? Ikkalasi bor, darajasi kichkina, 8 o'rin. Demak, javobimiz to'g'ri. Mana shunday shaklda ishlasak ham bo'ladi. Lekin bolalarda savol tug'iladi. Ayirganimizda mana bu yerda bo'linmay qolsa-chi? Shuning uchun ikkinchi misolga qaraymiz. 40 dan 24 ta ayiradigan bo'lsak, necha hosil bo'ladi? 16 hosil bo'ladi. Lekin 16 degan sonimiz 24 ga ham bo'linmaydi, 40 ga ham bo'linmaydi. Bu yerda qanday qo'llaymiz desak, kichkinasini yana sonni ayiramiz. 24 dan ham 16 ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak 8 hosil bo'ladi. Demak, javobimiz 8 ekan. Tekshirib ko'ramiz. 24 degani 2 ning kubi ko'paytirilgan 3. 40 degani esa 8 kira 5, ya'ni 2 ning kubi ko'paytirilgan 5. E kub nima degani? Ikkalasida bor, darajasi kichkina. Demak, javobimiz to'g'ri ekan. Xo'p, endi e kubini o'rganib oldik. Xo'p, e kubni ham shunaqa oson ishlasak bo'ladimi? Ya'ni boyagi qoidalarni qo'llamasdan ishlasak bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Misol uchun, xuddi shu sonlarni e kubini topaylik. E kub 16 24. Hop, doska ko'rinyaptimi bittaman? 16 bilan 24 ni e kub so'rayapti. Hop, uni uchun nima qilamiz? Oson yo'l. Hop, e kubi topildi 8. 8 topilgandan keyin e kubni topishimiz uchun o'sha ikkita sonni 16 bilan 24 berilyapti. Berilgan sonlarni ko'paytirib, e kubiga bo'lib qo'ysak ham javob kelib chiqadi. Necha chiqadi javob? Qisqartiradigan bo'lsak 3 kira 16 48 degan javob kelib chiqadi. Ya'ni 16 ni turk ko'pirishga ajratmasdan, 24 ni ham ajratmasdan mana buni oson topsak bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi. E kub 24 dan 40. 24 40. Hop, keyin e kubni topayotganimizda nima qilamiz? E kubni hop, birinchi ikkita sonni ko'paytmasini 24 ni 40 ga ko'paytirib, hop, e kubiga nisbatiga bo'lamiz, ya'ni 8 ga bo'lamiz. Hisoblaydigan bo'lsak 5, 5 ga 24 120. Ya'ni bu qaysi formula orqali kelib chiqdi? Ikkita sonni e kubini o'sha ikkita sonni e kubga ko'paytmasi o'sha ikkita sonni ko'paytmasiga teng degan mana shu qoida yordamida kelib chiqdi.